Aka o'tiring siz. Ya hozir to'g'ri oladi. Aka mendan o'tirasing, chek yo'q. Ha. Bu. U ichkariroq, bundanroq endi kamerani bo'ladi. Kuzatamiz mana bemor o'tirgan holatda tortamiz, cho'zamiz. Sizdan esingizda holatda bu chordani qurib oling aka. Chordani qurib, qo'limizni mana shunday holatda ushlaymiz mana. Mana. Endi ushlaymiz mana. Ushlaymiz mana. Bu yog'ini bilegingiz bunday ushlaysiz, mana ichkaridan ushlaysiz mana. Mana shunday ushlaysiz mana. Shu ko'rinishda. Bemor mana shu ko'rinishda ushlaydi mana. Umurtqani cho'zuvchi eng zo'r mashq. Qo'llarimizni mana shunday holatda ushlaymiz. Bemor va o'tirgan holatda chordani qurib o'tiramiz. Mana shunday holatda bajaramiz. Ushlaymiz mana. Kuzatib turamiz mana. Bemor o'tirdi. O'tirgan holatda bemor bo'lamiz. Yordamchi yostiqda mana yostiq yordamida bemor chordani qurib o'tirganda mana shu oyog'imizni mana yordamchi bemorning oyog'ini mana shu joyga qistiramiz. Yostiqda podushkani qo'yib olamiz. Mana qo'limizni boy ko'rsatgan joyimizni bunday ushlab olamiz. Udobli bo'ladi-da. Endi mana boldirimizga qo'yib olib mana bemor mana boldirga qo'yib itaramiz. Mana qo'llarimizni o'zimizga tortamiz-da. Menga aka bo'lish o'zingiz tashlaysiz. Ahamiyat bering. 1 2 3 4 5 qo'yib yubordim aka. Sezdingizmi? Tortildimi? Cho'zildimi? Endi mana yana boshqatdan endi ushab turamiz. Talchoq berdi-yu, endi talchoq bermay ushab turamiz. Ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bo'ldi, yon boshlab oling aka. Yoting, yotib oling. Nimani his qildingiz? Menga keldi. Cho'zildimi? Odamlar investor stol olyapti, pulga sotib olyapti. Uni mayli sotib olgan yaxshi, uyda bitta instrument bo'lib qoladi shu ham. Eng zo'r mana oldi. Umurtqa haliga bunaqa cholg'u asbob bo'ladi. Nima deyardi? Qanaqa cholishdi? Garmoshka. Ana shu singari garmoshkani singari cho'ziladi-da bunda. Hozirginda. Eng zo'r metod uy sharoitida umurtqani cho'zish, umurtqani tortish metodi mana shunga teng kelmaydi aka. Ana shuning uchun men hadeb javurayman. Kanalga obuna bo'ling, kanalga a'zo bo'ling. Endi hozir yana bittasi bor, uni ham ko'rsatib beraman. Umurtqa poni kasalligiga chalingan do'stlaringizga jo'natib yuborasiz mana shu videoni. Sababi bajaradi-da ular. Kim umurtqa pog'onasida shikoyatlar bo'lsa, umurtqa pog'onasida chalingan bo'lsa, mana shu mashqlarni bajarsa, xudo xolasa yaxshi bo'lib qoladi. Telegram ertaga shu video tashlab yuboraman. Umurtqa shifo deb nomlanaman. Umurtqa shifo manual terapiya Muxtorov Dilshod Sotvoldiyevich. Privet. Yana bitta mashqimiz bor, ko'rsatib qo'yaman. Kanallarga ulanib olishni tushuntiryapmiz. YouTube kanalimizda, YouTube kanalida bo'lsa 145 ta like turibdi tuyada. 145 ta like ustiga bosib turib, o'ng tomonda podpisание bor. O'ng tomonda podpisание yozib qo'ysak, xudo xolasa YouTube kanaliga ham obuna bo'lib qolasiz. Endi aka pastga qarab yoting, yerga dumshib. Naqa keladi. Pastga qarab yoting aka. Kamera sal men tomonga ichkariroq. Yana kuzatib turasizlar, umurtqa poni kasalligi bo'yicha yana